o'zim ishlatib ko'rgan 4 ta pudraga честный отзыв. Birinchi bo'lib, eng katta mana shu Airspan рассыпчатый pudrasidan boshlaymiz. Bu pudrani men примерно 2 yildan beri ishlataman, lekin hech tugamayapti. To'g'risi jonimga tegdi. Shuning uchun уже boshqa pudralar sotib oldim. Boshqa tonalniy kremlar bilan tushmasa, okислятся bo'lib qoladi. Ya'ni yig'ilib qoladi. Bu narsaga sababchi не только pudra bo'ladi, tonalka ham tushmaydi, undan oldingi baza ham tushmasligi mumkin xullas. Bu pudraga 5 baho beraman. Keyingi pudra Divage pudrasi, yozuvi uchib ketdi уже. Sumkada o'zingizlar bilan yoningizda olib yurishga juda ham udobniy pudra. Hozir polniy o'zim bilan oldimda olib yuraman va tez-tez ishlataman. Shuning uchun bunga 8 baho beraman. Divage olishimdan oldin L'Oreal pudrasini ishlatardim. Bu ham yaxshi, lekin ko'p surganim uchunmi bilmadim, yuzimni quritib yubordi. Sal ko'proq surib yuborsanglar, yuzingizlarni xuddi ajin tushgandek ko'rsatib yuboradi. Shuning uchun bunga 4 baho beraman. Bu pudrani men kecha sotib oldim. Instagramda, TikTokda maqtashdi. Shuning uchun ham havas qilib sotib oldim. Tayskaya pudra, Tailandda pudrasi. Hidi juda ham zo'r ekan. Men aynan bunaqa rangini oldim. Blur effektli, chunki menda poralar bor. Poralarimni yopib turish uchun aynan shunaqasini oldim. Menga buni formati yoqdi. Prisipka formatidalik. Bunga qaraganda buni hidi juda ham приятный, upakovkasi ham приятный, qanaqadir ishlatishga udobniy. Plus har tomonlama menga bu yoqdi. Meni yuzim yog'li va poralarim bor. Shuning uchun ham bu menga tushdi. Xullas bunga 10 ball beraman. Rosa ham ko'p maqtab oldim. Xullas bo'ldi. Bu meni pudralarga obzorim edi. Yoqqan bo'lsa like bosinglar. Пока.